Arsenal Chelsea'ni mag'lub etib finalga yo'l oldi. Teglar: Chelsea, Arsenal, video Kai Havertz. Londonning Arsenal klubi Angliya Ligasi Kubogi yarim finali doirasidagi 2 o'yiniga Chelsea'ni mag'lub etib turnir finaliga yo'l oldi. Emirates stadionida kechgan javob bahsida ham kanonirlar 1-0 raqobatdagi g'alabani qo'llashga taklif qilishdi. Eslatib o'tamiz, Xandarda Arsenalning yordami baland kelgan edi. 3-2. O'yin tafsilotlari. Uchrashuv qurolini 90+7 daqiqada Kai Havertz kuchayib ketgan yagona gol natijasida. O'z jamoasi Germaniya darvozasini ishg'ol boshlardi. Kuklarni musobaqadan chiqarib yubordi. Endi Arsenal 22 mart kuni Wembley stadionida bo'lib o'tadigan finalda Manchester City Newcastle juftligi bilan kurash olib boradi. Shuning uchun Angliya Liga Kubogining amaldagi mulki Newcastle muhokama qilinadi. Qarg'alar o'tgan yili finalda Liverpoolni mag'lubiyatga uchratgan, o'z tarixida birinchi bo'lib sovringa ega chiqqan edi.